Assalamu alaykum Uyghur TV kanalımızın hürmetli görülmeleri. Hemenler ma'lum bo'lgandek, Abdulhamid Uyg'ur akamiz bilan bundan burun bir necha qatim suhbatda bulunduk. Suhbatimizda barin jihati to'g'risida suhbat olib bordik. Bu qatimmi yine bu barin jihati to'g'risida suhbat olib boramiz. Oldingi qatimki programlarımızda qolib qolgan deyilmagan ko'plagan kitoblardan, materiallarda tushib qolgan voqealarni bu programımız orqali texmi ochiq yo'ritlamoqchi Abdulhamid akamiz. Bundan ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Assalomu alaykum Abdulhamid aka, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat sizlar ikram orqali mana bu xalqimizda yuz ko'rishganligimizga ko'p rahmat, Alloh rahmat qilsin. Mening bu jihatda o'tgan suhbatlarda barcha vaqasning ba'zi Xitoy matbuotlarida e'lon qilmagan yoki boshqa yozuvchilar yozib qoldirmagan ba'zi taraflarni so'zlab o'tmoqchiman. Qandoqda barin jihad to'g'risida aytilmagan sirlardan oldi bilan bir boshqa bergan bo'lsangiz. Bu yerda barin jihad to'g'risida aytilmagan sirlar, chunki barin jihadni mayli Xitoy tarafdan yozsin, Xitoyning muxbirlari yoki bizningki özümüzün xalqimizning ichidan chiqqan yozuvchilarimiz yozsin, o kishilar naq maydonda bombalıq uchun ba'zi shaxslar haqidagi ba'zi sirlar aniq ishlanmagan, yozilmagan taraflar ko'pkan. Men bu voqeani ulardan boshlardan jiq bilmagandek qilsammi, men shu barin voqeaga bevosita qatnashgan qarindoshlardan birga turdim. Masalan, Jamal Muhammad, Ahmad Qarin, Turg'un İshaq, Turg'un G'oji, İbrahim Ahmad, Mahad Hasan, Nur Sadir degandek kishilar bilan. Bular barin voqeasiga, bular ichidagi faqat Jamal Qarimdan boshqasi barin voqeasiga bevosita qatnashgan ham qo'mondonlik qilgan kishilar bu. Shunda bo'lganligi uchun bularning og'zidan anglagan amaliy voqealarni kitobga daston qilib yozdim, ba'zilarini izohladim. Shu voqealardan sizlarga bir barının şu ruhini örnek kılış ümit qilib so'zlab bermoqchiman. Allah razı olsun. Başqa undaqda barin jihatining materiallardan, kitoblardan qolib qolgan, tushib qolgan shu voqealarni sizning og'zingizdan bir anglab boqqan bo'lsak. Bo'ladi. Bu yerda barin jihadiningki dastlabki boshlanishi masjidning oldida Zeydin Qarim bir masjid bo'lib, bu masjid Zeydin Qarim uchun xuddi Payg'ambar masjidni bazı qilib bu yerda kishilarga tabliğ qilgan, kishilarni o'qitgan, ham kishilarga vaziyat qilgandek. Zeydin Qarimni boshqa bir ishxona yo idorani uy biyaga chiqmasdan bu o'zininki barin qatnashgan azimatlarni shu masjidlar bilgan. Bir qismini qalti bildi o'qib kelgan bo'lsa-mu, asosan cho'ng yig'ilish, xizmat taqsim qilish, o'rlashtirishni asosan mishda yapgan. Barin voqeasi boshlashidan burun pashab qoldi. Pashab qolgandan keyin dastlabda Jamal Qarim deb bu askar qo'mondon bo'lgan, asosan barin voqeasi boshlanish 3 kun burun pag'icharlikda askarlar qo'mondonlik qilgan. Jamal Qarimni dastlabda so'lib bu Xitoylar birinchi qitimga nimani barin voqeasidagi bo'lgan o'zininki düşmanlıkını aşkarladı. Aşkarlagandan keyin Zeydin Qarim bo'lganida biz bunda o'tib ketsek birdan bir tutilib ketganmiz. Bu tutilib ketsek bizning xalqqa hech qanday foydamiz bo'lmasdan bizga ergashgan kishilar xuddi 80-yillarda Pazvat bir voqea o'tgan. Ularningki tayyorligi barin voqeasining natijasi jiq, ham odam soni ko'p, qurol kuchimiz jiqdi. Shunda turib Qurolni düşman qarşı atanmay. Xain mollalarningki ular satqınlık qilishlar, ular aldish bilan Qur'onni tashlaganda Zeydin Qarim bu voqeani o'zidan ko'zidan ko'migan bo'lsa-mu, bu voqeadan ibrat olgan. Shu sababdan shu voqealarni eslab o'tib, biz oshunda bo'lgan maqsadimiz uchun oz bo'lsak-mu, tayyorligimiz bitmagan bo'lsa-mu, cho'qim qarshi harakat qilishimiz kerak deb o'zininki azimatlarga tushundirgan, ham ular shuni qabul qilgan. Buning birinchi nimasi Zeydin Qarimning barin voqeasidagi
Şu askeri komandan Cemal Kam tutib algandan keyinla onun başlığı kim ekanligini asosan xalq ichida bilib olganda bular. Bunun Zeydin Qarım ekanligini bilib, Zeydin Qarım şu masjidga kelgan. Şu 90-yılı 4-cü ayınınki 4-cü günü şu nemi kelip şu masjidda Zeydin Qarım tabliğ qilib Zeydin Qarımni bir maşında cep markalık pikapta kelipla Zeydin Qarım gap bor deb chaqirgandan keyin bular nima gap bor ekan, gapimiz mishadilar degan. Biz ishxonaga borsak deganda ishxonaga bormaydi deb degandan keyin bularning peylini yomonligini ko'rgan bu xoin saqchilar qo'rqib kelib yanmoqchi bo'lgan. Yanmoqchi bo'lganda bu Zeydin Qarımning buyruq bilanlar bu yerdan chiqqan bir necha xizmat mashinaning keyinni ko'tarilib, keyin chaqini bu jep pikapning keyinni tatib olib tatmaydigan yeri bo'lganligi uchun keyinni ko'tarib olganda pikap ma'anmagan. Andan keyin pikapning ishkini ichiblar, o saqchini tushirib, qo'ldagi qurollarni tatib olgan. Andan keyin kiyimlarini soldirib, ularning bir nechasini hammasini asir olgan shu vaqtimizda. Asirlab qo'yib, andan keyin shu vaqtdan boshlab şu masjidda şu jang tayyorligini qildi. Ham odamlarni u yoqqa avatib, shu baringga keldigan yo'llarni to'sashga deb avatdi. Bu vaqa şu turmadaki Turg'un Xo'ja, Mahat Hasan, Nur Sadirning dapaga vaqalari. Ham buning ichidagi yana bir muhim cho'ng bir vaqa. Hamda bizda Sharqiy Turkistonning Qonliq nayisida 86-yili Sharqiy Turkistonning shimoliy va janubiy miyat tunishib bo'lgan Obul Qosim deb bir qahramon o'tgan. O kishini ko'p kishilar tanımagan bo'lsa-mu, onun hakkında çıkargan tutuş buyrug'ini bütün Xitoy davlat jamiyati taqatganda şu sebep bilan uni bütün Sharqiy Turkistonlik ismini anlagan ham g'oyiviy hurmatlaydi. Ham bu 86-yildan tortib 92-yilgacha odatda 7 yil Xitoy shunda izlab topolmagan bir qahramon azimatimiz. Ya'ni o'zimizdan nodon xoin mijoz bir kishilar tarafidan o'ldirilganligini men şu Sharqiy Turkistonning kommunistlardan kelgan bir turkum siyosiy kishilar bordi. Ularningki ayıplash materialini ko'rdim. Ko'rib hayron qilib dedim men bu Obul Qosimni tanımsizlar desem tanıymiz bizningki aramızda birmezlik tuğan keyin bizningki nima tarafdan o'ldirilibdi deb dedi. Buni olib nayt echindim. Enandan keyin buningki vaqasining qanday ekanligini shu barnig'i qatnashgan bolalarning bir qo'l deb berdi. Barning qatnashgan bolalarning deyishcha Obul Qosimning u yerda Obul Qosim ismi bilan bir harakat qilganini ular o'qimaydi ekan. Chunki Zeydin Qarım onu asrab ismini o'zgartganmi, boshqa ismiga dik askar qo'mondonlik ras oningki buni Xitoy materialidan bosdi. Lekin aşağıda şunun qolasi ishlaganlarmi onun Obul Qosim ekanligini uqmagan. Bu Zeydin Qarım şu xalqni jihad tabliğini qilib, talablarni tashviq qilib Aqto'ga berishga tashviq qilgan kunlarda Obul Qosim bilan tanishib, o azad tarbiyalash hojatsiz o'z burunida chiniqqan qahramon kishi bo'lganligi uchun u anglab yerga berib atliq askarga mashg'ul bo'ldi ekan. Mashg'ul bo'lish jarayonida keyin bar jihad qo'zg'alib jihad qatnashga yerimi bor, lekin uning vazifasida faqat shu yerda atliq askar qo'mondon bo'ldi deb jangda qanday rol o'ynaganligini hech qanday material u bolalarni bilmaganligi uchun palamidaqan deb bermadi. Andan keyin u yerdan qanday qochib ketganimi bizga buna ma'lum. Lekin u yerdan saq qutulgan, jangga qatnashgan, ham jangdan saq qutulib chiqib yana barna vaqasdak ashunda bir xalqqa foydali manfaatli bo'lgan urushlarni jihadlarni qo'zg'aymiz deb xalqda billa o'qigan savoqdoshlarining qishig'i berib Gumunaysiga borgan. Gumunaysiga borgandan keyin Gumunayisida u vaqtida ham 90-yillar barna vaqasi chiqish sababi bilan yoki uning oldiganida Sharqiy Turkistonda asosan Xitoyga qarshi bir kuchli bir inkas qo'zg'algan vaqt, kuchli bir xalqning qizg'inligi paydo bo'lgan vaqt. Ham bu zamonlarda bu Obul Qosim o'zining saboqdoshlari bilan so'zlashib, Gumuga qo'yib, Gumuda bir mezgil to'g'andan keyin
Gumudagi qarindoshlar degan bizga bir adam tarbiyalab bersanlar. Chunki bizningki diniy jihat tarbiyalangan bo'lsa-mu, bu mashq badanchilik jihat chiniqtirish jihatda bizniki qarindoshlarimizni safasi tuvan. Bu jihatda tarbiyalasa degandiki, unda bo'lsa bu yer tarbiyalash biroz qiyin. İçkili ülkelerge bağlı da Xitayning içkili ülkelerge berip, ma'lum o'rni o bolalarni esida qolmadi deb bermadi. Lekin tog'liq bir rayon ekan. Shu yerga berib, shu yerda 8 bolani tarbiyalaganligini, uning ichida Abdulhamid ismli birisining borligini, yana birisining ismini o bolalar unutib qolibdi. Bu ikkisi doim buni bilan takallashib, Abdulqosimning gaplariga bo'ysunmay, Allah belki özüne dini cihatte, bilim cihatte yukarıda qarag'aç şundan mı? Bunun kendi meşgallığı boysunsa mı, başka orlaştıracak boşlanmak etmeydi iken. O terbiye kılıp kenki bu zidetlik ayınıp, hatta bula uruş kırdağı uyatkenliği iken, bir gün meşgıtın keyin bu öyünün bulunğu tıqıp qo'ygan kaltab kadar urup Abdulqosimni öldürüp iken bula. Abdulqosimni neme sebepligini bu adamı o ballarını jıq dep bermedi, materialga yazmaptı. Aniq ayıplashqa. Şu aslab sabab bo'lgan narsa ularning Abdulqosimning qattiq boshqarishi, ularga bo'lgan talabini yuqorligi. Andan keyin ularning ba'zi narsalarni bizning din bo'yicha ipmangmali deb qarab qolganligini bo'lish kerak. Shu u o'chmandagi hatto shu o'ltirish darajaga borib yetganda bularniki. Amaliyotda u mayli nima jinoyat o'tkazsin, u yerda bir xayrlik va boshqa ish qilmagandan keyin sabr qilib yoki qaytib ketgan bo'lsa, yoki uni tashlab, uni katta haydayotgan bo'lsa, u qahramon kishi yana boshqa xizmat qilish mumkin bo'ladi. Chunki 8 yil qechib, 7 yil qechib turgan bir azmat, Xitoyga qarshi urushdan voz kechmagan bir azmat, yana u yerdan kesim xizmat qiladi. Bu nodon insonlar buning bexudligidan foydalanib, shu mashq qalti bilan gadan shu aqamaga uriblar, shahid qilib o'tgan. Shahid qilgandan keyinmi Abdulqosim ashaga ilib borgan bir öz yaxshi ko'rgan bir ayol bor ekan. O ayolning bir bolasi bor ekanda. Ayol eg'ir yo'q ekan, bolasi yo'q. Shu nimani Abdulqosimni o'ldirib bo'lgandan keyin o ayolni urib o'ldirib o'tib, orqasini bularni tag'aga solab, benzin chechib, shu o't qo'yib qo'ygan. Tog'liq rayonda bo'lganligi uchun Xitoy uni shu vaqt o'qimaydi ekan. Ular shu paytda tashlablar yenib keldi ekan. Yenib kelgandan keyin bular 90-yili Gumuda Mahmud Massadir, Muhammad Sadir degan bir turkum qarindoshlarimiz boshqalarga yetakchilik olib, Qog'liq noyisida portlagan bombani, undan keyin Qashqarda portlagan bombani degandek bir necha bombani yasaydi ekan. Chunki bular Qrimni bo'lgandan keyin bomba yasash texnikasilar foydalanib yasab, buni Xitoy shahid qilayotgan olim oldida bir qahramon o'tgan bizning Xitoy tushbo'chiqa butun Turkiston xalqi o'qidi uni, asosan sal cho'nglari. Şunun yasab bergan. Bu jarayonda bu bombaning portlash voqeasi yuz bergandan keyin buningga munosib odamlarni tutgan vaqtida anandan keyin bu Gumudagi kishilarning bomba yasab berganlik voqeasi pashib qilib, u odamlarni jaqadan tutgan ekan, buning ichida Abdulqosim botdi, bizim bu Abdulqosim mishada bizlar bilan tug'an deb maydonga chiqqandan keyin bu voqealarni shular so'zlab berdi, ham materialni qisqacha ko'rdim. Bunu başka materiallar yazmaptı, qarasam, Xitoy faqat shu yerda Abdulqosim askarga mashg'ul bo'lgan deb yozibdi. Lekin Abdulqosimning bundan boshqa nurg'un qahramonligimiz bor. Yana bir Abdulqosimning ham bu Abdulqosimni so'zlab o'tdik, buni bu bir dastlabda chiqqan bir qahramon. Buning tutilishdan burun nurg'un qahramonlik ishlarini kishilar so'zlab o'tgan gayalar buni bir g'oyalashtirib, bu degan ko'z ko'rolmaydigan yoki uchadigan gapni taqatdi. Amaliyot u yolg'on bo'lsa-mu, lekin u haqiqatda qahramon botir yigit. Buni bir necha qitim Xitoy qo'shib olgan vaqtida gayalarni qo'qitib qochib ketgan bo'lsa, gayalarga odatda chammat nima etibda shunday ayva qilib qochib ketgan. Qo'lda qurol bor Xitoy uni tutolmagan. Qochib ketgan. Bir voqealikni so'zlab berdi. Shu Muhammad Sadir so'zlab berdi voqeani. Abdulqosim o'zining tapirishicha bir kun mush Qog'liqning Bashiriqda bir yer ketib qolsa, uni o'zi Bashiriq bo'lgandan keyin Bashiriqlik buni taniydigan ba'zi xoin insonlar Xitoyga ma'lum qilib qo'ygan Xitoy saqchilariga. Bu u yerdan uzun ma'maylar aslida Abdulqosimni izlayotgan bu askarlar
Obulqasım bayan bilan qurshab bo'lgan. Qurshab bo'lgandan keyin Obulqasım bu yerdan qochib ketish ko'zlab qo'noqlik qochganda. Qo'noqlik qochgandan keyin qo'noqlik atrofini bütün askar qurshab, andan dehqonlar kelib qo'noq o'rg'ilsagan. Bu jarayonda Obulqasım bu yerdan qo'noq xil odamni cho'kaydik yuzi o'sgan vaqt, bu yerdan boshqa hech amali yo'q. Qarshi Xitoylar askarlar yaqinlab kelayotgan, yerdan yo'g'on bir shu chamani epla Xitoy tarafga bir atgandan keyin o chama pashlanib qo'noqlik yuqori ovoz chiqargandan keyin Xitoy bomba qo'yishadi deb hamma yetib olgandan shu yerdan qochib ketgan. Bu voqealarni depaganda bu boshqa klip haqiqatan bu Xitoyning qo'rqinchligini tasavvur qilg'isiz darajada navarishganligini bilgan. Demak, bu bir pishqan, nurg'un tajribaga ega bir azimat edi. Buni xalqimizning ishidan chiqqan edi, nadan, xoin mijoz, ishning oldiga o'ylamaydigan maxluqlar o'ltirib o'tib bizga ig'ir bir ziyon soldi. Buningki sot voqeasini Qashqarda 93-yili Qashqar boshqarmaniki qamoqxonasidan chiqib sotilgan vaqtida Abdulhamid degan ko'miliq sen o'zingni oqlaydigan qanday bir yaxshi nimang bor deb degan vaqtida o deydi ekanki men yana bir sheriklar bilan debdi biz nurg'un hukumat qarshi nurg'un jinoyatlar o'tkazgan bo'lsak-mu, lekin hukumat tutishga chiqarib tutanmagan, xalqni o'ldirib qochib ketgan Obulqasimda bir qotilni biz urib o'ldirib o'tib bu kompartiyaga cho'ng tuhfa qo'shdik deb o'zini aqlagan. Bu yerga kelgan, sotib kelgan nurg'un qarindoshlarimiz buni anglab, gayallar oshkor degan la'nat deb gayallara u odamda hozirda qattiq qo'moqchi gap qilaydi. Gayallara ishlanadi o'qigan. Hatto shu sotqa kelgan Obidjon Obulqasim ismli bir qarindoshimiz o'tganimga guvohlik qildim. Turmush shaytib ketdi. Shuning dadasi o'g'lini ko'rish qilib borganda o'g'liga degan. Balam Abdulhamid ismli gumliq birisi bor ekan, shuningla aralashmang balam bu Obulqasim degan bizning bir qahramonimizni o'ldiribdi, bu xoin ekan dedi deb. Demak, xalqimiz aşı darajada o'zining qahramonlarini ulug'laydigan, xoinlarni yirginadigan darajada bir an'anaga ega bo'lgan millat bizcha. Shu bularni materiallarga yozilmaganligi uchun men yozib kitob qistirib qo'ydim. Efendim başta ötkinimizdek 86 yıldan keyin Obulqasim efendimni Xitoy kommunistleri tutuş buyruğu chiqaribdi. Uning bilan jiq insonlar tungan dedingiz. Tutuş buyruğunun sebebi nima edi? Uni aytgan bo'lsangiz. Tutuş buyruğunun sebebi Obulqasim tunji qitim qog'liqda bir tashkilot quribdi ekan Xitoyga qarshi. Lekin bu tashkilotning tafsilotini Xitoy oshkor e'lon qilmadi. Ham bu tashkilotga şu vaqtning o'zida 50 ming yuan Xitoy puli hisoblagan bo'la. Bu pulni shu bir bankchi tashkilot a'zosiga omonat bergan. Bu bankchi tashkilot a'zosi keyin Obulqasimninki bu dastlab shu bilib qatnashgan. Ham keyin hukumatning bisimidan qo'rqqanmi yoki boshqa sabablardan qo'rqqanmi, keyin pulni yevilib, yevagandan sirt pulni so'ylab kelsa, bu pul yo'q. Agar bakroq so'ylasa hukumatlarda ko'rishimizda tahdid solganda buningga. Sağandaki Obulqasim bu xayli qilgan bu deb, unda bizga axşam tuyuqsiz degan adam shu tashkilotning ichidagi adam. Ha, ichidagi adam. Shu bir kun axşam kelib tuyuqsiz uni ham uning ayolini o'ldirib o'tgan Obulqasim. Shu sabab bilan Xitoy tushmoq chiqargan. Sababi shu. Kitabingizda Xitoy kommunistlarining Obulqasim efendimning intayin qo'rqqanligidan nurg'un ogohlantirishda bo'lgan deb yozibsiz. Uningdan burunmi Xitoy kommunistlarining qo'rqib ketgidek bir voqea yuz berganmi yoki shu voqeani hamda odatdagi inson unda qarimliq bilan bir oqshomda shu voqeani masalan shu Sham bilan Xitoy bo'lgan vaqt ekan bu. Shu xoinni o'ldirib o'tgan vaqti. O'shuncha tiz bitirib qilgan hech kim o'qimaganda. Hatto uning shu o'lgüchining dadasi ishq oldida turib, uyda palasini o'lgini o'qimagan. Oyda o xoinni uni o'ldirib o'tgan, uning ayolini o'ldirib o'tgan, bilib qoldi, ko'rib qoldi deb qochib ketgan. Hatto chiqib qo'l qanib qolgan, qonni ashadi jo'g'il tug'anda dadasiga nima bo'lgan degandikin, men qilib jo'da men tartilay deb degan, o'ng'ash dadasi o'y kirgakka qochib ketgan. Shu voqeadan keyin Xitoy uningki harakat qilishini ne kadar chapdas ekanligini bilib, uning bu xatarli ekan bu qoshlarimiz ziyon solgan deb anda nima chiqargan. Onun keyingi qahramonliklar anda shunda
Xitoy saqchilarının oldidan qochib ketgan yerlari uzun yil tutanmaganligi onu Xitoyning ashunda agamlarni chiqarishiga sabab bo'lgan. Undaqda Zeydin Qarimning vafotidan keyingi voqealardan Ham bu yerda bir narsa eskartib o'tish kerakki. Zeydin Qarimning odamni nima uchun Zeydin Qarim deb tanishligiga sabab bo'lgan bir voqea bor. Bu birisi Zeydin Qarim o'qib yurgan mezgillarda mush jihad tashviqi vaqtida Zeydin barında bir qurg'oqchilik voqeasi bo'lgan. Bu voqeada bir kun juma kunida Zeydin Qarim jamoat oldida bir duo qildi. Jamoatni yomg'irlab duo qilib shariatda bab amal bo'chamdi. Zeydin Qarim taqvo bir ulamo bo'lganligi uchun Allohning rahmati bilan shu duoni qilib chiqishig'lam yomg'ir yo'q ketgan bu nimada? Yomg'ir yoqqan ham silkib ketgan. O taqiqi yog'gan degan xalq o amaliy ko'zidan ko'rgan degan duo qilishni burun qurg'oqchilik, su yo'q. Bu duo qilish chiqqanidan su kelib yomg'ir yo'q ketgan degan xalq Zeydin Qarim haqiqatan Alloh yaxshi ko'rgan bir ulamo ekan bu deb keyin jihad tashviq qilgan vaqtida qisqagina vaqt ichida to'ynachadan Zeydin Qarim ergashgan. Bu ham Zeydin Qarimning bir ashlar deb bergan bir voqealigi. Yana birisi Zeydin Qarim vafot bo'lgan kunning oldingi kunisi, ya'ni 90-yil 4-yilning 5-kuni kechda men juma kuni ekan, men dunyodan yanima, dunyodan ko'z yumma. Agar vafot bo'lib kelib qolsam, meni onamga Abdug'ani meni onam qo'mondan bo'lsin deb degan. Shu yerda Zeydin Qarimninki sabdoshlari va bular demislar siz bizlar uchun qimmatli degan vaqtda bu hamda Alloh taolo hammaga ajr ato qildi. Men dunyodan ketib qolsam, mana shunday qilinglar, sizlarni aylab ketaman deb xabar bergan. Degandek aytsa soat 3da yana 90-yili 4-yilning 6-kuni soat 3da bir shu Xitoyga bomba tishqa So'mnaga chiqib olgan Xitoyga qarshi bomba otib deb mangan vaqtida Tandan keyin bu voqea askar Xitoy etib shahid qilib etdi. Bu voqeani ko'rapmay taxim qarindoshlarniki bu anaqa Zeydin Qarim bo'lgan hurmati taxim oshgan. Endi bu inson g'aybni o'qimaydi, lekin bu yerda Sayil Buxoriy bir hadis bor. Tush payg'ambarlikning 46 parchasining bir parchasi deb. Demak, Alloh taolo Zeydin Qarimni tushirdi bildigan bo'lsa kerak. Shu oldin o'zining vafotidan bir xabar bergan. Enandan keyingi yana bu bar mujohidlarning ham biz o'lga oldigan ishlari Abdug'ani qahramon nimaninki Mo'g'ul qo'mondan keyin boshqa qo'mondan bo'ldi. Bu jihad usulini o'zgartib, nimaga farzandlik qilishni o'zgartdi. O'zgartgandan keyingi ahvollar, masalan, qopqon deb bir narsani yozdi buningda. Ha, bu qopqon voqeasi bar mujohidlar nimadan barın bozordan chekindi, chunki u bozor bo'lganligi uchun bozorda jang qilish u yerlik xalq hammasi musulmon bo'lganligidan ig'ir ziyonni xalq olib keldi. Buni oqibatini o'ylagan mujohidlar taq chekinib, tag'da Xitoyni so'rab akib shu yerda urushmoqchi bo'ldi. Bu yerga kirgandan keyin Xitoy kuchli qurollari xil bizning mujohidlarimizning tayyorlik tutmay ish boshlagandan keyin ham qurolmi oz, odam soni oz, texnikasi to'g'ri bir sharoitda Allohning yordami bilan bular ishkilab ketgandan keyin bularga yaqin yerga Xitoy texnik ishkilab kirolmay ikki taqqa bo'linib ishga o'rlashgan Xitoy kelgan askarlari, saqchilar qo'shib. Bu barli mujohidlar to'g'ayadi bu taqorliq yiroq emas. Lekin ularni ayari badab ko'rolmaydi bular tarqoq yurgandan keyin. Bu yerga o'rlashganligini ko'rgan mujohidlar ishidan birisi deyotganki, buning ismini kim ekanligini o menga deb berguchi bilmaydi ekan. Ishidan birisi deyotgan biz bularga bir hiyla ishlatlaydigan, qanday hiyla ishlatamiz degandan keyin bu Xitoyningki jallatlar ikki taqqa o'rlashdi. Tanlarlık yaqin bir-biriga. Biz bunga bir hiyla ishlatib ikki taqqa tan o'qitib maqsaq bir-birini atadi bular degandan bu bo'ldigan plan ekan deb kechida bir necha mujohid shu tog'ning A5dan kirib, Ma5dan ikki taqqa tan o'qitib o'tib ketadi ekan. Kecha bo'lgandan keyin Xitoy buni kimning atqanligini bilmay o'sada kecha yetishib nurg'un askar o'lgan dedi. Ham barni vaqasi asli amaliy jangda o'lgan Xitoy jiq emas. Lekin Mao kechida qopqon degan vaqada shuni o'lgan Xitoyning sonini ham da jiqqanlar shunday maydonda ko'rgan askarsining deb birishicha soni ini o'qmasam necha boshini to'shganligini, mashinadan qon yiqib turganligini
şu Uyghur asker turmunu bakka vaqtida şu barliq mujohid qilishimiz deb bergan. Haqiqatan sağan ziyon shunda ig'ir bo'ldi. Bir gelçe o can meydanında cık adam ölmegen bolsa mu? Tağışı kirgende askerler birbirini etip öteki adamın sanı cık deydi. Bu adamda tahminen 40-50'den cık adam bolsa gerek emdi asker. Hoş. Bu vaka. Ondan keyin ahirde bir kahramanımız bolgan, yani Muhammed Tursun deb. Bu Muhammed Tursun şu Akdunayısının şəhər içindən o çıxıb Yezidin emas, barın Yezidin emas, şəhər içindən öz xizmətçi ailəsi doğulğan bala. Əskər bolğan Xitayğa. Bunu Camal Qarım əkləyən təşkilatqa. Bu qısqağa şu qatnaşqa vaxtım 3 ay. 3 ay içində İslamni atanız Müslüman bolsa mı degan o İslamni qayda-qayda oxumaydı ya o. Şu 3 ay içində dinni özü güçlü ögünüb, dinnin hikmetini düşünüb İslam için can qilib o'lish shahid bo'lganligini ham xalqning qutquzishi shahid bo'lganligini bilib bu jangga qatnashgan. Ham qatnashgandan keyin bu farzallik urushimi tugab, o bazochilik urushi tugab, keyin farzallik urushi tugab bu yolg'iz bir taqqa chiqib olganda, buning bir saboqdashi bor ekan, Odil deb. Odil şu Nail komitesi ishlar ekan, bu Nailda şu Abul Qasimning tutumini Muhammed Tursun tutulmaganlığını, ona bir taqqa chiqib olganligini saqchilar degandiki, o meningki saboqdashim, men uni sizlarga taslim qildirma deb bordi ekan taqqa. Birib qo'lga bir kanayli to'laydi ekan. Abul Qasim masalan saboqdash, agar hukumat taslim bo'lsa, hukumat seni qanchalik bilan muomala qildi. Agar yana shunday tirkatsang, hukumatning kuchini sen birisi deb tahdid solgan ekan. O qayta gap qilmaylar, o sen lantik, sen xoingan deb qo'lga qo'lni elitlar. O mergen boğandaki bir oklarla mensiz çoğu ekan onun. Şonlar o Xitoy askerler bo'lgan hammasi qochib ketdi. Qochib ketib, enandan keyin bir xoin qirg'izni yollab bir mashina Oqqundan Shamandayda shu vaqtlarda Oqqunga deyishdi ekan deb keyingi voqealar oshkorlandi hamdi. Shu qirg'iz ovchini ishqsilib bu Abul Qasim chiqib olgan tag'ning qoptalniki kaydidan tikni yamishib chiqib tepini etib etgan. Muhammed Tursun'da. Bu hakikaten adamla bek bir içindirdi. Çünkü mayli Kırgız olsun, mayli Kazak olsun, Özbek olsun, hemimiz bir Müslüman, biz bir Türk, hem kırıktaş. Lekin bu yerde Xitayning hilemeklerine aldangan, hem özneki milli kimligini tanımagan bu insanlar özara birbirini setip ziyanın ahırda hemimiz ortak sağlam oldu. O Muhammed Tursun'un eğer aşı Kırgız etmegen bolsa, yana bir necha kungacha ya turishi o'q dorisi to'liq yeydigan narsani bor ekan qo'yadi-chu. Askar bo'lgandan keyin hamma puxta tayyorlab qilib ekan. Lekin anda keyin bir xoinning kelib qilishini faqat uqmagan. Shunga hiyla ham bo'lsa-mu biz mushunda sharoitlarda atrofimizga diqqat qilishimiz nayt zarur. Chunki bizning aramizga Xitoy bevosita kirmaydi. Lekin Xitoyga ishlaydigan maxluqlarning jiqliqidan biz işimizni davamlaştırib mush xarliq qilib qoldik hozircha. Bizning bu xarliq qilishimizda 90% o'zimiz ishimizni xoinlar jiqliqdan bo'ldi. Bundan keyin agar har qanday bir vatan millatning g'amini yeydigan qarindoshlarimiz hammadan tan gumonlanishga bo'lmaydi, lekin sap gumonini saqlashim bo'lmaydi. Beparvo qaraydi ekanmiz, hech qanday ishni joyida qila olmaymiz. Men suhbatning oxirida ikki she'r deklamatsiya qilib beray. Buning birisi qo'zg'alg'in. Qo'zg'alg'in ey mening mazlum Uyg'urim, qarindosh to'qqinim hamda ko'z nurim, ta'lim, taqdirim sen bilan birdir, sen mening izzetim, faxrim, g'ururim. Men sendan ayrilib yashay olmayman, gar yashab qolsammi yayray olmayman. Seningdan olgankan Rabbim leyimni, hargizmi seningdan ayrila olmayman. Sen uchun ko'p jabru jafolar tortdim. Seni de köp yıllar zindanda yattım. Tiriştim, tırmaştım, tapalmay çare. Ahire yardımga seni uygattım. Aldanma Allay deb uxlatqanlarga, insani g'ururni yo'qotganlarga, yov bilan jang qilmay o'limdan qo'rqib, senimi dushmandan qo'rqatganlarga. Zalimga qarshi jang qo'zg'ash farzdir. Jang qilib dushmanni qo'g'lash farzdir. Musulmon tuprog'i Sharqiy Turkiston, biz uni jon tikib qo'g'dash farzdir. O'lidi dunyoda shoh bo'lganlarmi? Janggohda qahramon atalganlarmi?
yav bilan jang qilmay o'limdan qo'rqib, dushmanga qul bo'lib xorlanganlarmi? Batırlık ömrünü qisqartalmaydı. Qorqaqlık hayatını uzartalmaydı. Ölümden qorquşup jangga chiqmaslik putilgan ajalni to'xtatalmaydi. Ve benim ikinci şiirim Uygur'a hitap. Ey Uygur, tur emdi qaddingni rusla. Aldanma allay deb uxlatqanlarga. Azatlık yolida kurashga atlan, gol bo'lma dushmandan qo'rqatqanlarga. Poştep koy aldığını tosvalğanlarga, imanını, gururunu yoqatqanlarga, uxlatib qiningni sho'rmaq uchun papilab yo'lingdan to'xtatqanlarga. Sen bugün ko'rmagan ne zulm qaldi. Yer yurting mulkingni yovbulab aldı. G'aflatda uxlading shuncha ko'p yillar, yovqasdi oxiri jonga taqaldi. Birleri Allay deb seni uxlatdi. Birleri telmirtib yo'lga qaratdi. Birleri sehrlab qirdirmak uchun shu qanxo'r Xitoyga fursat yaratdi. Birleri yolunga taştangal attı. Birleri pul üçün düşmenge sattı. Birleri hicret deb chet elga chillab, yat düşman qo'lida qirdi yo'qotdi. Satqıllar ulağını kolaplı keldi. Zalimlar qiningni sho'raplı keldi. Pasqanxo'r yalmavuz jallat Xitoylar qirdimal mulkingni bulapla keldi. Hele hem birleri yolda yatmakta. Nişandan azdurup kaymoqturmakta. Birleri namını bazarga silip pul toplap şu toymaz geline bakmakta. Emezsen ularının matası mili. Toymaydı seni yap ularının geli. Tur emdi zulümga karşı can kılgın. Sen emez korkunçak mişcanның xili. Oyganğın Uygurum gaflat uyqundun. Atlanğın köleşke dastur ornыңdın. Mamığın şeytanның keynige kirip yetilep mansıla tutup burnыңdın. Yoqaysan dünyadan yana uxlasan, düşmandın haindin agah bolmasan, yav bilen can qilib ecdadlar kabi pes qanxo'r Xitoydan qisas almasan. Derdingda bu bağrım laqtiqqan boldu. Yolungda bu yaşlıq güllerim soldu. İşiner yürügüm halыңga qarab, g'imingda bu qalbim hasar kitoldu. Ah Uygur derdingda avarı durman. G'imingda bichara vayrona durman. Tileymen Allah'tan sana azatlık, işkingda örtengen pervane durman. Rahmet. Sizin rahmet. Çok rahmetini bildirimiz. Şiirleriniz bilen ko'nglimizga uyg'unish qilamiz. Rahmet. Xalqimiz evvel Allah'ın rahmeti en adıki özünün tirişçiliğe bakmaydı iken başkalar bizni qutquzuz deb qarab turadigan bo'lsa ahir dünyada yo'qaymiz. Çünkü köz aldığımızı yo'qolgan Andalus'ni ko'ryapmiz, tarixni ko'rdik. Yo'qolgan Qrim Tatarlarni köz aldığımızı ko'rdik. Biz hozir shular boshni kechirgan bir bosqichni kechiryapmiz beshimizdan. Shunga xalqimizga bir tavsiya qilganim o tashkilot, bu dernek, bu shaxslarga qarab turmasdan oldi bilan xalq qo'zg'ash kerak. Bo'lsa xalq ittifoqlashib tashkilotlarga besim ishlatib bizga yo'l tepinglar yoki yo'lni boshlang deyish kerak-ku bunda. Yana bunda turaversa xalqma bütün dünyanın yo'qaydi, faqat Uyg'ur tarixi bo'lib qoladi. Men oxirgi deydiganim mushu shu. Evet, ko'p rahmat. Shunda hurmatli ko'rganlar, bugun Abdulhamid Uyg'ur akamiz bilan bo'lgan suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Barin voqeasining tafsili ahvolini bilishni xohlasanlar, Qo'zg'al ahli Turkiston nomidagi bu kitobdan o'qib ko'ra olasizlar. Ondan boshqa bundan burun elib bo'lgan suhbatlarimizni Uyg'ur TV kanalımızdan ko'ra olasizlar. Undaqda bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet. Men Muhammad Amin.